Assalomu alaykum, mehrli obunachilari, aziz yurtdoshlar, aziz obunachilar. Mana yana bitta chiroyli ishlarimizdan biri Farg'ona viloyati Toshloq tumani Qaqir mahallasiga Eldor akamizni mana xudo xolasa ishlarini qildik. Azizlar 3 ta qozon bo'ldi batga inshaalloh azizlar. 40 litrli qozonlarimiz 3 ta bir xil bo'lib tushdi. Choyxonaning singari bo'lib ikkita 150 li azbest turba qo'ydik. Shu tomondan ko'rinishlari. Azizlar mana xudo xolasa kafel ishlari qoldi endi. Ustilariga betonlar quyib zo'r qilib qo'ydik. Azizlar hozir yoqdik, mana suvimiz bir pasta qaynadi. Xudo xolasa suvlari bir xil qaynaveradi. Bunisi hozir qaynashga kelib qoldi inshaalloh. Azizlar, mana turgan joyimiz 260 santimetrga tushdi azizlar. 40 litrli qozonimiz xudo xolasa. Endi buni tutun tortishlarini bitta ko'rib beraylik. Bitta ko'rsatib o'ting. Hozir eng asosiy qismlardan biri tutun tortishlari bir qator ilashtirib yoqib. Azizlar, mana ekan o'choqlarimiz xudo xolasa suv nihoyatda tez qaynaydi. Tez qaynash bilan birgalikda hamma joy bir xil qaynaydi. O'tin kam yeydi. Bu qozonimiz ham nolasi. Qozonimiz ham qaynashga kelib qoldi. Mana demaxotlari ham nihoyatda go'zal bo'lib, ikkita azbest turba qo'ydik. Hozir tutun tortishlarini bir qator ko'ramiz. Tomondan ko'rinishlari. Shu yon tomonlariga bemalol tovoq qo'ysa ham bo'ladigan joy qildik, imkoniyat qildik. Azizlar, xudo xolasa. Mana azizlar, tutun tortishlarini bir ko'ringlar. Pelisos qay holatda to'tyapti. Mana. Ichkariga so'rib yuboryapti, tutunni. Pastroqqa tushiring. Pastroqdan ham o'sha tutunni aylantirib olib ketyapti. To'rala tomonni bir ko'rsating. Qay holatda to'tyapti. Mana asli suvni entelik bas, bu jivoy xudo xolasa. Ko'pchilik ichkarida deydi, tutunni to'tadigan nimasi bormi deydi. Yo'q, azizlar, buni tutun to'tadigan o'zi. O'choqlarimiz shunaqa. Xo'p, bu eshigini yoping, keyingi qozonga o'taylik. O'rtadagi qozonimiz. Mana azizlar, bu qozonimiz ham nihoyatda go'zal bo'lib to'tyapti. Pelisos singari. Tutunni totish bilan birgalikda suvni ham mana azizlar qaranglar qay holatda qaynatyapti. Bunisini yoping, keyingisiga o'taylik. Oxirgi qozonimiz. Mana azizlar. Pastroqqa tushiring yana ham. Mana azizlar, ko'ringlar qay holatda to'tyapti tutunni. Xo'p, to'rala tomondan ham ko'rsating, qanaqa to'tayotganini. Mana azizlar, bu tomondan ham ko'rsataylik. Shuni ushlab turing. Mana azizlar, tutun tortishlari nihoyatda xotirjam, o'ta go'zal topmoqda. To'g'rimi? Mana yopib qo'ying. Azizlar, mana suvlarimiz xudo xolasa, Abdumuttal aka, suvimiz hamma joyi bir xil qaynayapti. Xolis suvimiz. Mana. Ko'pchilik aytadi, tutunni ko'p totib olsa, o'tinni ko'p yeb yuboradi deydi. Yo'q, azizlar, mana ozgina o'tin soldik ichiga. Suvimiz mana zo'r bo'lib qaynayapti. Bunisi ham mana qaynashga kelib qoldi. Asosiy o'choqni qilishdan maqsad o'tin ekonom bo'lishligi va tutunni yaxshi totishligida. Mana bu shu yon tomonlardan ko'rsatyapmiz. Eshikni mana azizlar, tutun umuman chiqqani yo'q. O'choqlarimiz eshigini yopib qo'ydik. Shunga 2 dona bolta bilan, bitta bolta bilan 2 dona kartochkani tashlab qo'yilsa, bolta sho'ra bo'lib qoladi. Mana azizlar, uzoqdan ham ko'rsatib o'taylik.
Azizlar, mana Telegram kanallarimiz, YouTube kanallarimiz, Instagram kanallarimiz bor. Mehrikul desalar chiqadi. Xonadonimizda tandir ham yasaymiz. Har qanaqangi razmerda yasab berilaveradi, xudo xolasa. Bizni ko'pchilik bizdan tandir olganlar biladi. Kenjaboy tog'a tandirlari desa tanishadi. Ofisiyada nomerlar qoldiramiz. Aloqaga chiqinglar, xudo xolasa qo'ldan kelgancha chiroyli qilib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.